Yengilgan ma'budlar maqbarasi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Donghua tahlil kanalida bugun ushbu Donghua haqida ma'lumot berib o'tamiz. Yengilgan ma'budlar maqbarasi. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan Donghua, u mashhur Xitoy yozuvchisi Cheng Dong qalamiga mansub Shen Mu romaniga asoslangan. Asar Xitoy fantastik adabiyotining eng mashhur va eng chuqur falsafiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Donghua qadimiy ma'budlar, o'lmaslar, samo qonunlari, inson taqdirining qarama-qarshiligini epik ko'lamda tasvirlaydi. Asar nomidan ham ko'rinib turibdiki, yengilgan ma'budlar maqbarasi tushunchasi eng muhim o'rinni egallagan. Bu oddiy maqbara emas, balki butun bir oliy davrning yakunidir. Ma'budlarning o'limi va yangi tartibning ramzidir. Janr va uslubiga keladigan bo'lsak, Donghua quyidagi janrlarga mansub: fantastika, svan, sarguzasht, drama, falsafiy epik, qorong'u fantaziya. Uslubiy jihatdan jiddiy va dramatik. Qonli sahnalar fojiali voqealarga boy, katta miqyosdagi kosmik va ma'bud janglarni tasvirlaydi. Oddiy daraja syujetdan ancha chuqurroq. Syujetning asosiy g'oyasi asar voqealarini Chennan ismli yigit atrofida aylantiradi. U dastlab noma'lum kelib chiqishiga ega inson sifatida namoyon bo'ladi. Ammo voqealar rivoji bilan u o'zining asl kimligini, o'tmishdagi dahshatli haqiqatni va ma'budlar bilan bog'liq ulkan fitnani ham ochib beradi. Asarning asosiy savollari: ma'budlar haqiqatdan ham adolatlimi? Nega ma'budlar o'ldi? Inson taqdiri oldindan belgilanganmi? Samo qonunlari mutlaqmi yoki parchalash mumkinmi? Mana shu savollar ketma-ket aylanadi. Asosiy qahramon Chennan Donghuaning eng murakkab va chuqur falsafiy qahramonlardan biri. Xususiyatlariga keladigan bo'lsak, sovuqqon, ammo ichida kuchli his-tuyg'ular yashirgan, o'tmishi sirli, fojiali, ma'budlarga bo'ysunishni rad etuvchi xarakterga ega, haqiqatni bilish uchun hamma narsani qurbon qilishga tayyor. Chennan asta-sekin oddiy insondan o'lmas jangchiga, ma'budlarni tiriltiradigan mavjudotga aylanadi. Asardagi ma'budlar va samo tizimi. Yengilgan ma'budlar maqbarasi Donghuasida ma'budlar mutlaq yaxshilik timsoli emas. Ko'pincha zolim, sovuqqon, manfaatparast, insonlarni vosita sifatida ishlatuvchi qilib gavdalantiriladi. Samo qonunlari esa barcha mavjudotni cheklaydi. O'lmaslarni ham jazolay oladi. Hatto ma'budlarning o'zini ham yemiradi. Shu sababli ko'plab ma'budlar qulagan, o'ldirilgan, maqbaraga ko'milgan. Yengilgan ma'budlar maqbarasi bu joy Donghuaning eng muhim timsolidir. U nimani anglatadi? O'tgan oliy davrning tugashi, ma'budlarning mag'lubiyati, samoning yolg'oni, haqiqat va fojia markazi. Maqbara ichida esa qadimiy ma'budlarning jasadlari, yo'qolgan qudratli artefaktlar, unutilgan sirlar va taqiqlangan bilimlar mavjud. Ayol qahramonlar va munosabatlarga keladigan bo'lsak, Donghuada ayol qahramonlar faqat bezak emas. Ularning har biri o'z fojiasiga ega va Chennan hayotida katta ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi ma'budlar tomonidan qurbon qilinadi. Asardagi romantikaga kelsak, fojia ko'pincha yo'qotish bilan yakunlanadi. Inson oliy mavjudotlar o'rtasidagi imkonsiz muhabbatni ko'rsatadi. Jang sahnalari va animatsiyaga keladigan bo'lsak, Donghuadagi janglar juda ham keng miqyosda yoritiladi. Sehr, qilich, oliy energiya va qonunlar bilan bog'lanadi. Ba'zan butun samo va yer titraydi. Animatsiyasiga keladigan bo'lsak, zamonaviy 3D texnologiyalar, qorong'u ranglar ustunligi, epik musiqalar bilan uyg'unlashtirilgan. Asarning eng kuchli tomoni bu falsafiy jihatdan yondoshilgani. Ma'budlarni ham shubha ostiga qoldiradi. Kim haqiqiy yovuz degan savolni qo'yadi. Inson erkin irodasini ulug'laydi, qismatiga qarshi chiqish g'oyasini ilgari suradi.
Asarning mashhur g'oyasi esa agar samo adolatsiz bo'lsa, uni parchalash kerak degan mazmunda ketadi. Darajalar haqida qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, birinchi daraja oddiy inson, ikkinchisi jangchi, ruhiy jangchi, avliyo, boqiy, yarim ma'bud, quyi ma'bud, o'rta ma'bud, oliy ma'bud, ma'bud podshohi, samo qonunni parchalovchilar kiradi. Don Juanning ahamiyatiga keladigan bo'lsak, yengilgan ma'budlar maqbarasi oddiy fantaziya emas. Xitoy epik fantastikasining cho'qqilaridan biri hisoblanadi. Faqat jang emas, balki chuqur ma'noni beradi. Yoshi kattalar auditoriyasi uchun ham mo'ljallangan. Xulosa qilib aytganda, yengilgan ma'budlar maqbarasi sirli, qorong'ulik va epik jihatdan ma'budlar va insonlar o'rtasidagi urushni ko'rsatadi. Erkinlik va haqiqat uchun kurashishni ulug'laydi. Tomoshabinni o'ylashga majbur qiladi. Agar ushbu Don Juanni eng sifatli dublyajda va original formatda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Banana TV platformasini Play Market yoki App Store dan yuklab olishingiz mumkin. Sizlar bilan Don Juan tahlili Uz Extreme va kelgusi qismlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.